Assalomu alaykum aziz qizlar. Restoran ochish darslarimizni davom etamiz va bugungi mavzuyimiz restoran marketingi. Restoranda marketing boshqacha, qolganlarga o'xshamaydi. Restoran marketingi uchun marketologlar, barcha ishchilar va hattoki restoranni o'zi ostonasidan xizmat qiladi desam adashmagan bo'laman. Ko'pincha restoran egalari marketing bu SMM, chop etilgan materiallar, pul to'langan blogerlar deb o'ylashadi, lekin restoran marketingi bundanda ko'proq narsani anglatadi. Unga to'g'ri yondashish kerak. Boshlanishiga keling, bitta narsani yodda saqlaymiz. Marketing bu xarajat emas. Marketing bu sizga daromad keltirishi uchun tikilgan pul, investitsiya. Marketingga pul sarflash kerak. U bepul ishlamaydi. Ammo siz marketingga pulni qancha to'g'ri ishlatsangiz, shuncha restoraningizni tezroq foydaga olib chiqa olasiz. Restoran sohasida marketing tizimi 7 tushunchadan iborat. Birinchisi bu kuchli brend. Brend deganda aynan siz tanlagan konsepsiya, yo'nalishni nazarda tutyapman. Uni har tomonlama qayta ishlash yoki takomillashtirish ishlarini yoki ish boshlangandan keyin ham amalga oshirish mumkin. Uni har tomonlama qayta ishlash yoki takomillashtirish ishlarini ochilguningizgacha yoki ish boshlangandan keyin ham amalga oshirish mumkin. Oldingi darslarda ham bu haqida gapirgandik. Hozir esa fikrimni yakunlamoqchiman. Restoraningiz odamlarga noyob savdo taklifi bera olishi kerak. Bo'lishi mumkin boshqalardan ajralib turadigan, birdan ko'zga tashlanadigan farqingiz yoki odamlarning muammosiga yechim. Brend restoraningiz qadrli bo'lishga javob beradi. Ishingizda mijozlar bilan muomala qilayotganda, o'zaro xodimlar bilan munosabatlarda siz uchun eng muhimi nima ekanligini aniqlab oling. Sizni qadriyatlaringiz, siz tashkil qiladigan tadbirlarda, mehmonlar bilan muomala madaniyatingizda ko'rinadi. Qadriyatlaringiz sizning restoraningizda o'tkazilayotgan tadbirlarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bular sport o'yinlari, futbol tomosha qilishi, jonli konsertlarmi, intellektual o'yinlar, ayollar yig'ilishi bo'ladimi yoki bolalar uchun master-klass bo'lishi mumkin. Brendingiz o'ziga qanday mas'uliyatni olayotganini yaxshi tushunishingiz kerak. Shaxsiy brend egasi sifatida siz ham o'zingizni qayerda qanday tutishingizni, qadamingizni nazorat qilishingiz kerak. Shunday qilib, restoraningiz faqatgina odamlar ovqatlanadigan joy bo'lib qolmay, endi unda qadriyatlar va yanada rivojlanish maqsadi paydo bo'ladi. Ikkinchisi bu mijozlarni jalb qilish. Yo'nalishingizni aniqlab, o'zingizga doimiy mijozlarni ham topib bo'lgach, endi sizni rivojingizga hissa qo'shadigan mehmonlarni jalb qilishingiz kerak. Xo'sh, bunday odamlarni o'zingizga, restoraningizga qanday qilib qiziqtirish mumkin? Birinchi bo'lib, trend yaratuvchilar bilan shartnoma tuzish kerak. Internet sizga berayotgan imkoniyatlardan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifangizni yurg'izib boring. Reklamangizni mashhur xizmatlarda tarqating. Restoraningiz lokatsiyasini kartada ko'rsating odamlarga. Onlayn menyu ishlab chiqaring. Restoraningizda fotoburchak, chiroyli zonalar yarating. Odamlar u yerda rasmga tushishni xohlashsin. Uchinchisi bu xizmat. Xo'sh, mehmonlar keldi va zaldan o'z joylarini tanlab o'tirishdi. Atmosfera, xizmat ko'rsatish sifati, taomlaringiz va ichimliklar hammasi yuqori darajada bo'lishi kerak. Har doim xizmat ko'rsatish standartlari, texnik xaridda to'g'ri ishlayotganini nazorat qiling. Sotuv hisobotlarini diqqat bilan o'qing. Sizda nima sotish ko'p, nima sotish kam bo'layotganini ko'rib chiqing. Agar menyungizda mehmonlaringizga yoqmaydigan taom bo'lsa, uni menyudan chiqaring albatta. To'rtinchisi bu sotuvlar. Yaxshi sotuv sizga daromad keltirishi kerak. O'rtacha chek summasini oshirish ustida ishlang. Nimani ko'proq va qancha miqdorda buyurtma qilishayotganini eslab qoling. Mehmonlaringizni nima umuman qiziqtirmasligini ham bilishingiz kerak bo'ladi. Bunday tahlilni oyda bir o'tkazib turish kerak. Bu qachon menyuni o'zgartirish kerakligini, qanday mahsulotlar sotib olish kerakligini bilishga yordam beradi. Ofitsiantlar uchun treninglar juda muhim. Ularga majburiyatlariga nimalar kirishini tushuntiring. Mehmonlarga oldindan maslahat bera olishlari kerak. Buning uchun esa ofitsiantlarning o'z hamma ovqatini ta'mini, nimadan tayyorlanishini bilishi kerak. Beshinchisi bu mehmonlarning qaytishi. Sizga mehmonlarni jalb qilish, ularga chiroyli xizmat ko'rsatib, sotuv qilishni uddalang.
boshladingiz. Endi esa shunday qilishingiz kerakki, ular yana sizga qaytishlari kerak. Xo'sh, ularning qaytmasligi nimaga bog'liq? Birinchi o'rinda xizmat va taomlar sifatiga bog'liq. Lekin bu yetarli emas. Siz restoraningizni ularning ikkinchi uyiga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Ular qayta va qayta restoraningizga kelishini xohlashlari kerak. Bunda maxsus yondashuv yordam beradi, ya'ni masalan, ofitsiant mehmon qanday kofe buyurtma qilganini eslab qolishi mumkin. O'sha mehmon yana kelganda sizga har doimgidekmi deb so'raganda, mehmon uni eslab qolganliklarini, kutishganini tushunadi va bu mehmonga albatta yoqimli bo'ladi. Oltinchisi bu sarafanniy radio. Bugungi kunda sarafanniy radioni hamma Instagram, Facebookga xos deb hisoblaydi. Hozirgi kunda odamlarga nimadir yoki qayerdadir yoqsa, ular buni o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida aytishadi. Instagram tarmog'ida sizni sahifangizni belgilab story qo'yishganda, albatta siz ham o'z istoriyangizda minnatdorchilik bildiring. Axir restoranlar ko'p, bu mehmonlar esa sizni tanlashdi, kelishdi va daromadingizga hissa qo'shib ketishdi. Muhimi, keyingi safar kelganda yolg'iz emas, do'stlari, tanishlari, hamkasblari bilan kelishi bu sizning yutug'ingiz bo'ladi. Oxirgisi, 7-si o'sish va rivojlanish. Mehmonlarni jalb qildingiz, ularga xizmat ko'rsatdingiz, ularni do'stlari, tanishlari bilan yana kelishlariga erishdingiz. Endi esa yanada balandroqqa intilish kerak. Restoraningiz ichki jarayonlari, qadriyatlaringizni yaxshilab boring. Mehmonlardan ularning taassurotlari yoki shikoyatlari haqida so'rang. Agar mehmonlaringizdan negativ fikrlar eshitsangiz ham ko'nglingizga yaqin olmang albatta. Hamma xato qiladi. Xatolarimizni aytishsa, bizda ularni to'g'rilashga imkon paydo bo'ladi. Ishingizga va mijozlarga bo'lgan mehringiz sizni kichik biznesdan professional va yirik biznesga olib chiqishi mumkin. Restoran, kafe farqi yo'q. Hech qachon qo'l uchida bu ishga kirishmang. Ishingizni, xodimlaringizni va mijozlaringizni yaxshi ko'ring. Bozordagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzating va doim birinchi bo'lishga intiling. Restoraningizdagi har bir qadam, har bir kichik narsalar ham bu marketing. Menyu, idishlar, qo'l yuvish xonalari, uniforma, musiqa, bularning barchasi mehmonlarga siz haqingizda aytib turadi. Qanchalik mehmon do'stsiz, qanchalik o'z biznesingizni sevasiz, barchasini ko'rsatib beradi. Har bir kichik detal ham muhim. Rus tilida bitta maqol bor, "Diyalog detali". Bu degani biznesda bir oltin qoida bor. Har bir detal, har bir qanaqa kichkina narsa bo'lmasa ham, hammasi albatta barchasi muhim. Mana shu kichkina detallardan marketing ham iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.